Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, bugun sizlar bilan O'zbekiston futbolidagi eng iste'dodli yosh futbolchilardan biri Behruz Karimov haqida gaplashamiz. So'nggi kunlarda futbol olamida shov-shuvli xabarlar tarqalmoqda. Unga ko'ra, Ispaniyaning afsonaviy klubi Real Madrid O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimovni 15 million yevro evaziga o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirmoqda. Atigi 18 yoshda bo'lishiga qaramay, Behruz Karimov allaqachon O'zbekiston futbolining eng yorqin iste'dodlaridan biriga aylanishga ulgurdi. U 2007-yil 7-avgust kuni tavallud topgan. Asosiy pozitsiyasi o'ng qanot himoyachisi bo'lib, hozirda Surxon klubi hamda O'zbekiston milliy terma jamoasi safida to'p surmoqda. Aynan Behruz Karimov yoshligidan mehnatkashligi, tezkorligi va maydondagi sovuqqonligi bilan murabbiylar e'tiborini tortgan. U qisqa vaqt ichida yoshlar jamoalaridan milliy terma jamoagacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. 2026-yilgi Jahon chempionatida esa uning faoliyatidagi eng muhim bosqichlardan biri bo'ldi. O'zbekiston tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichiga yo'llanma oldi va Behruz Karimov ham ushbu tarixiy tarkibdan joy oldi. Jahon chempionatida u Kolumbiya va Portugaliya kabi kuchli raqiblarga qarshi maydonga tushib, 90 daqiqalik o'yinlarda o'zini ko'rsatdi. Yosh bo'lishiga qaramay, u katta bosim ostida xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qildi va himoyada ishonchli harakatlar bilan mutaxassislar e'tiborini tortdi. Ayniqsa Kolumbiyaga qarshi uchrashuvdagi bir vaziyat futbol muxlislari orasida uzoq vaqt esda qoladigan holatlardan biriga aylandi. Behruz Karimov uzoq masofadan bergan kuchli zarbasi bilan stadionni hayratda qoldirdi. To'p darvozaga kirishiga juda oz qoldi. Ijtimoiy tarmoqlarda va futbol forumlarida ko'plab muxlislar bu zarbani turnirning eng chiroyli gollaridan biri bo'lishi mumkin edi deb baholashdi va bundan tashqari Real Madridning o'ng qanotida o'ynaydigan Federico Valverdega juda ham o'xshash futbolchi deb juda ham shov-shuvga aylandi. Jahon chempionatidagi o'yinlardan so'ng yosh himoyachiga Yevropaning kuchli klublaridan qiziqish bildirila boshlagani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Bu haqida Behruzning o'zi ham Yevropaning top 5 ligalaridan takliflar borligini tasdiqlagan. U kelajagi borasida eng to'g'ri qarorni qabul qilishga harakat qilayotganini aytgan. Shuningdek, futbolchi Real Madrid uning orzu klubi ekanini ham ta'kidlagan. Endi esa tasavvur qiling, agar Real Madrid haqiqatan ham 15 million yevrolik taklif bilan chiqsa, bu nafaqat Behruz Karimov, balki butun O'zbekiston futboli uchun tarixiy voqea bo'lishi mumkin, chunki dunyoning eng mashhur klublaridan biri safida o'ynash har qanday futbolchining orzusi hisoblanadi. Mutaxassislar Behruzning eng kuchli jihatlari sifatida uning tezligi, kurashuvchanligi, himoyadagi intizomi va hujumlarga qo'shila olishini ko'rsatmoqda. Yosh futbolchining hali rivojlanishi uchun katta imkoniyatlari mavjud. Agar u mehnat qilishda davom etsa, kelajakda Yevropaning eng kuchli himoyachilaridan biriga aylanishi mumkin. O'zbekiston futbol muxlislari esa uning faoliyatini katta qiziqish bilan kuzatishda davom etmoqda. Xo'sh, sizningcha Behruz Karimov kelajakda Real Madrid safida o'ynay oladimi? O'zbekiston futbolining navbatdagi yirik yulduziga aylanishi mumkin. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring do'stlar va videoga like bosishni unutmang. Hozir do'stlar, shaxsan Behruz Karimovning o'zining intervyularini eshitiraman va bundan tashqari o'z fikrlarimni ham bildirib o'taman do'stlar. Marhamat, videoni tomosha qiling. Fransiya, Ispaniya, Angliya har biridan takliflar bor hozirda va o'ylab muzokaralar o'tkazib, albatta qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Shuning uchun harakatimizga yarasha berdi deb o'ylayman va keyingi musobaqalarda ham yaxshi qatnashib, xalqimizni xursand qilamiz prezidentimiz bilan. Albatta, men yoshligimdan Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Manchester United har bir jamoani o'yinlarini kuzatib borganman. Hozirda ulardan ham taklif bor, lekin hozirda u yoqqa bora olmayman, chunki o'yin amaliyoti kerak. Shuning uchun o'rtaroq jamoaga borib, o'yin amaliyoti qilib, keyinchalik o'sha jamoalarda o'ynashni niyatim bor. Hozircha har top 5 ligalardan ko'p variantlar bor. Bularni albatta o'zimiz hozir muzokaralar o'tkazib, albatta o'zimizga qulay bo'lgan jamoaga o'tamiz. Klub ayta olasizmi? O'z orzungiz. O'zim orzum Real Madrid, endi o'shangacha harakat qilish uchun albatta hozir to'g'ridan-to'g'ri Real Madridga o'tib olmaydi. Birinchi o'yinda Kolumbiya bilan o'ynada 80 mingdan ortiq Kolumbiya muxlislari bo'lsa-da, lekin bizning muxlislar 90 daqiqa davomida darvozamiz orqasida baqir-chaqir qilib turdi. Buni eshitib, bizga shu muxlislar uchun ham o'ynashimiz kerak degan narsa his-tuyg'u bo'ldi. Albatta, harakatimizga yarasha bo'ladi. Qo'limizdan kelgancha harakat qildik va bu harakatni ko'paytirib, xudo xolisa yaxshi rezultat qilamiz. Qadrli do'stlar, aynan Behruz Karimovni Real Madridga transfer qilinishi borasida sportextra.com portallari juda ham ko'p ma'lumotlar chiqarmoqda. Aynan mana shu ma'lumotlar ingliz tilida bo'lmoqda. Men aynan mana shu ingliz tilidagi
ma'lumotlarni o'zbek tiliga to'liq tarjima qilib do'stlar sizlarga taqdim etyapman. Albatta do'stlar, mehnatim uchun kanalimga obuna bo'lib, meni qo'llab-quvvatlashni unutmang do'stlar. Albatta bizning oilamiz yaqin kunlarda 100 mingtaga ham yetib boradi degan umiddaman. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Albatta Behruz Karimovni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Behruz Karimov" deb yozib qo'yishni ham unutmang do'stlar. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar. Eng so'nggi transferlar faqatgina O'zbek futboli kanalida bo'ladi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang.